Assalomu alaykum aziz Cherry Urganch obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan birgalikda Tiggo 8 gibrid avtomobili haqida gaplashib o'tamiz. Gaplashib o'tishdan oldin ozgina ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Tiggo 8 gibrid avtomobilimiz 2 xil komplektatsiyada sotuvda mavjud. Birinchi luxury komplektatsiyamiz 429 million 900 ming so'm, premium komplektatsiyamiz esa 449 million 900 ming so'm bo'ladi. Mashinani istasangiz naqd, kredit, imtiyozli kredit, foizsiz bo'lib turish, leasing asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Bu mashinamizda bizda Cherry Urganch avtosalonimizda test drive'larimiz ham mavjud. O'zlaringizni trading mashinalaringiz bo'lsa, jam kelsangiz uni ham trading asosida almashtirib kelsangiz bo'ladi. Endi bu ko'rib turgan avtomobilimiz hozir ikkinchi komplektatsiyaga kiradi, premium, ya'ni 449 million 900 ming so'm. Agar naqd ishtir olaman desangiz, bu 30 million so'm maxsus foydasi bor. Ya'ni 419 million 900 ming so'm xaridlatib kelsangiz bo'ladi. Agar bo'lib turishi imtiyozli kredit bo'lsa, o'z tannarxidan belgilanadi. Endi texnik xarakteristikasini keladigan bo'lsak, avtomobilimiz gibrid hisoblanadi, plug-in gibrid. 2 dona motori bor, benzinli motor bor, 1.5 turbo motori plus elektromotori bor. Benzinli motorimiz 147 ot kuchi, elektromotorimiz esa 200 ot kuchidan iborat bo'ladi. Общий qo'shganda 347 ot kuchidan iborat avtomobilimiz. Yanılgı sarfı neçik, zapas kodu neçik deyen savollara, yanılgı sarfı 100 km 5,2-5,5 litr atrafında rasxod ediladi. Yani bir polni bak benzin, bir to'liq zaryad bilan avtomobilimiz 1200 km masofani bosib o'tib beradi. Ko'rishingiz mumkin, reshotka radiatorimiz katta. Bu elektromobillarga o'xshab beklama, sababi radiatorlari aytganimizning benzin motori ham bor, охлаждать sistemalari qo'yilgan. Bu komplektatsiyamizda LD kamerasi, LD park tronikalari, to'liq LED optika faralari, 19 razmerdagi qo'nli diskalari, yumshoq balonlari, podveska ham yumshoq bo'ladi avtomobilimizda. Bemalol kelib haydab ko'rsangiz bilasizlar. Keyin eshik ruchkalarimiz ham neobычно ishlangan. Salonni ichi atmosferasi dimzo'r bo'ladi. Haydovchining yon tarafi o'rindiqlarimiz. O'rindiqlarimiz atamanka sidenya bo'ladi. Ya'ni bu o'rindiqimizda massaj ham bo'ladi. 8 xil usulda massaj qilib kessalar bo'ladi. Torpedolarni e'tibor berib o'tasizlar. Salon освещенияsi umuman kosmический kорабль bo'lib yotibdi. 15,5-16 dyumdagi katta monitor, o'rtasida polni upravlение konsol shunda joylashgan bo'ladi. Eshikni o'zini ham e'tibor berib o'tadigan bo'lsak, to'liq nik ko'rjolar bilan qoplab ishlatilgan. Mashinada ortiqcha shum bo'lmaydi. Bokoylarimizda 360 gradus kameralari, slepoy zona datchiklarimiz, aytib o'tamiz. Otsinkovniy materiali, zanglamaydi, tushirilmaydi. O'rta xatarni ko'rsangizlar ham bo'ladi. O'rta xatarimiz polni obogrev sideniyalar bilan o'rnatilgan bo'ladi. Bu avtomobilimiz o'zi 7 o'rindiqli hisoblanadi. Ya'ni katta oilangiz bo'lsa, bemalol joylashib, harakatlanib ketsa bo'ladi. Orqa tarafimizdan xrustalniy orqa stop faralarimiz, elektronniy bagajniklarimiz, o'zini uyda zaryadga qo'yish uchun komplektatsiyasida zaryadchiklarimiz, 3-qator sideniyalarimiz, keyin ko'rishingiz mumkin o'zini subwoofer usilitillarimiz ham bo'ladi avtomobilimizda. Bundan tashqari avtomobilimizda ko'pgina funksiyalar mavjud. Sideniya pamять qismi, adaptivniy cruise control, avtopilot, двухзонный klimat kontrol, barında xolodilnik, panorama lyuk, podveskasini aytib o'tdik, dim yumshoq mashina bo'ladi. Yanada sizlarga to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Xiva Krukan'da Cherry Urganch avtosalonimizga tashrif buyursangiz, menejerlarimiz to'liq ma'lumot berib o'tadilar. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz.